Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on mahallasi Oxun qishlog'ida yashayman. Men shu oilaviy xiyonat bo'lgan sababli oilam bilan men shu jar yoqasiga kelganki, hozir men shu tashkilot, yuqori turuvchi tashkilotlar meni tinglamay, qo'limga shuncha asoslar, mana qarorlar bo'la turib, zinokor, xiyonatkor ayolni uyga kiritishga qaror chiqarmoqda. Lekin men aslida birinchi oilam bilan shu farzandlik tufayli qonuniy nikohdan o'tib 2019-yil qonuniy nikohdan ajrashganman. Bu Norboyeva Gulshan bilan ZAKS davomidan orttirib, xiyonat orttiryapti. Farzand hokimiyat mana xulosa beryapti. Haqiqatan shu Shukurov Toyirdan farzand orttirilgan deb. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Mana ayolni 70 varaq SMS bor, mana SMS bilan ushlangan ayol. Keyin tan olmagandan keyin denka ekspertizasi tayyorlaganman Hadicha Sulaymonovaga. Hadicha Sulaymonova otasi deb tasdiqlanmadi. Keyin ajrashdim men bu ayol bilan. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan UzCard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Undan tashqari, ilovamizda yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini yuborishingiz va ularni xursand qilishingiz mumkin. Tezda aynan siz uchun yaratilgan dastur. Ajrashimdan oldin menga mol-mulk nizolaring bor ekan deb G'ilomov degan sudya Damas mashina bor edi, shuni olib berdi mendan 50%ni ekspertiza orqali. Men u bilan 2021-yil qonuniy ZAKSdan o'tganman. Shu davrga xiyonat qilib farzand orttiryapti ayol. Hozirgi kunga kelib o'sha zinodan tug'ilgan farzandi Shukurov Toyir Rahmatullayevich deb nomiga rasmiylashtirib, endi ariza beryaptiki, mana shu 3 ta farzandim bilan ko'chaga qoldi, meni uyga kiritib qo'yishga qaror chiqaringlar deb G'ilomovga ariza tushib kelib chiqib, mana G'ilomov 2 nafar farzandi bor, 3-nafar farzand zinodan tug'ilsa ham men uyimga kiritishga qaror chiqaryapti. Men shu sud qaroridan norozi bo'lib apellyatsiya shikoyati beruvdim. Ollaboyev Zafar sudya, viloyat sudyasi da'vogar yozmasi turib meni javobgar qilib yozib, apellyatsiya ishini umuman ko'rmasi, 3 taraf kelishilgan holga 3 nafar farzandi bor deb qarorda o'z kuchiga qoldiryapti. Qishloq ahli bunaqa zinokor ayol qishloqdagi voyaga yetmaganlarni ham buzvoradi, tartib intizomini deb yo'l qo'ymasa ham meni video disklarimni ko'rmas turib sudda noto'g'ri qaror chiqarmoqda. Ravshanov Zapor qaror chiqaryapti, xulqi buzuq onaga qoldirilsin balla deb qaror chiqaryapti. Men uni arizasidan, ajrimidan norozi bo'lib, bu qonunga to'g'ri keladimi? Axir buni o'zini xulqi buzuq, bu bolalarni qanday voyaga yetkazadi deganimga ham qaramay, onaga qoldirilsin balla deb 3 nafar farzand deb balla bilan muhokama qilmasa turib qaror chiqaryapti. Ravshanov Zapar sudya, sud raisi. Axir qonunga to'g'ri keladimi? Xiyonatkor ayol voyaga yetkazishi farzandlarni. Menga aliment belgilangan 3 ta bola zinodan tug'ilgan bolaga ham majburiy ijro tomonidan MEP xodimi Islom Uzoqov menga 3 ta bolaga aliment talab qilyapti. Sud buyrug'ini o'zgartirganimdan keyin meni qarzdorlik qilib chiqaryapti. Aslida men erkak kishi, men shu g'ururimizga,
islom dinimizga to'g'ri kelmaydi bu ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Men majbur bo'ldim mana shu narsaga chiqishga, yordam so'rashga. Muhtaram prezidentimizdan ham yordam so'rayman. Bunaqa sudyalarni xatti-harakatidan qonuniy chora ko'rishini. Mana men qonuniy zakisdan 2021-yil o'tib, men shu zinokor ayolga meni mol-mulkimni bo'lib, Damas mashinani olib bergan G'ilomov degan sudya через ekspertiza orqali. Lekin hozirgi kunga ham uyga kiritishga qaror chiqarib, G'ilomov degan sudya mana qaror chiqaryapti mana. Uyga kiritib majburiy tartibda kiritilsin deyapti. Lekin bu to'g'ri keladimi islom dinimizga? Men zinokor ayol bilan bir tom ostida zinodan tug'ilgan balani ko'rib bir tom ostida yasha olamanmi? Axir meni jinoyatga boshqaryapti-ku fuqarolik sud. Mana 3 ta bala, mana 3 balani ham ayol uydan tashab chiqib ketib, yig'lab bular men shunaqayin qilib tashab chiqib ketgan. Ayang qayerga ketdi desam bilmaydi balla. Men fermer xo'jaligiga ishlab, men ishdan kelsam bu ayol umuman uyga turmay qoldi oxirgi zamonlarga. Men yuqori turuvchi organ oliy sudlardan men shu Kattaqo'rg'on tumani sudyalarini xatti-harakatidan xizmat tekshiruv olib borib, bularga qonuniy chora ko'rishini iltimos qilib qolaman. Menga huquqiy yordam